Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来展示给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们，大家在睡觉，打起翡翠，是两世纪。Oğlunu konak çürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yigit keldi. Müşk yigit ve Fan ustaz. Voy. Fan ustaz tarixdan bu yanqi eng ulug' gumpusti. Hech kim meni vaqtida shamshirimni mag'lub qilolmaydi. Hay kuni. Biz Fan ustazning televiziya programmasini bilib ko'raylik. Ha? Kechirgin konni xafa bo'lma, chunki Fan ustaz azaldan açıqlanmaydi. Bilmem. Ben Fan ustazning barliq ishlarini bilaman. Men uning programmalarini qoldirmay ko'raman. U azaldan açıqlanmaydi. U baqaltis ish. U menga qahramonlikqa oid nurg'un ishlarni o'rgatdi. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Men keldim. Lekin bir shu xabar bor. Mening shamshirim turgun kashda o'g'irlandi. Uni tepishda programmaga chiqolmasligim mumkin. Ha? Fan ustazning shamshiri o'g'irlanibdi. Hechqisi yo'q buni. Biz balki uni izlab topa olishimiz mumkin. Albatta topalaymiz. Bu o'g'rini cho'qim tutamiz. Uxlash kiyimlik azmatlar, otlanaylik. Sig'inib kiritiga qutquzimiz dunyoni. Shaharda har kuni kechada azmatlarni tarkib topgan bir atraf tax bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, men mishga bilan qiz. Geri bo'lsa, men patlıcık balvan. Konno bo'lsa, men mishk yigit. Biz uxlash kiyimlik azmatlar. Yaxshi, biz hiliq shamsharni izlaylik. Aldirma, yepkichi bormikan qarab baqaylik. Bu degan vaqt isrof qilganlik. To'xta, qara, ov yega. Hayt, yaxshi, yiqilib ko'rib baqaylik. Qarmoqqa tunda niqoblanuvchilarning oyoq izi o'xshatgan mangaylik. Siz kimmisizlar? Bu shamsharning o'g'irlanib ketganiga bakli xafa bo'lgan o'xshaydi. Uzun quloq. Men uning ovozini angladim. Ha, hozir televiziya programmalariga kim chiqmadi-da? Men, dalman. Ha. Nayt yaxshi. Yon tarafimdan yana bir qitim tortinglar. U Fan ustazning shamshiri. Tundingi qoplanguchi qaytiribmi? Ha, asli senkan-senda Aslan. Bo'ldi, ham xiyol qilma. Men bu shamsharni hech qanday kerak qilmagan haliqi Fan ustozni obdanroq ishiltaman. Boshqa chiqarib aytganda, mening televiziya programmam texmi yaxshi. Bo'ldi, mishk yigit qanday plan bor? Darajadan tashqari mishk surati. Yigit. Uxlash kiyimlik azmatlar. Sizlarning bugun kechki harakatinglar birlikka kelmabdi-ku. Müşk yigitin bek ochiq gapdi. O planı bizga deb bermidi. Seningcha u bizni nima qilsin demoqchidi? Bilmayman. Atlanaylik. Patlıcık balvanning tangdasiz yoshini shuniri. Atlanlar niqoblang'uchilar. Ya! Tavrinish qanday? Ehtiyot qil! Ha! Chaplanchaqla! Navbatchisi mening niqoblang'uchilarimning qoltis nomeri. Biroq men chavoqchilishni bilmaydigan bu uxlash kiyimlik azmatlarning buni ko'rishni qarshamayman. U shamsharni yeb kelsang bo'lmaydi. Shundaqmi? Lekin men yeb bo'ldim. Hozir men ketmoqchi, xayr xo'sh. Sol tarafga, o'ng tarafga boraylik. Men sizlarga yordam qilib elib o'tay. Rahmat müşkiye buloq qiz.
Tündün niqaplangıcıga bek iş bo'ldi. Biz olmuş yigit. Biz bir plan tuzmasak bo'lmaydi. Shundaq fan ustozga o'xshash tamkin bo'lishimiz kerak. Azaldan ochiqlanmaydi. O'g'ushi, chunki burun hech kim uning shamshirini o'g'irlab boqmagan. U hozir xuddi menga o'xshashla ochiqlanyotdi. Tez bo'linglar, tez yo'lga chiqaylik. Qaranglar, bu fan ustozning gumpusar ekan. U dal mush yerda gumbu o'gitib, televiziya programmasi ishlaydi. Uning shamshiri kishini rostila aymandirdi ekan. Ustiga naqshlangan ov chiroyli yoqutlar qaranglar. To'g'ri, u necha yil mashq qilgan bo'lsa, shuncha yoqutqa. Endi qandoq plan bo'lmuş yigit? Bo'ldi, sen berib Tündün niqaplangıcının diqqatini burab turg'in. Sen yoshirni to'ydirmay uning yaqinlashganda men itilib baraman aldi. Men uning fan ustozning shamshirini ichiltotganiga faqat chidamay qoldim. U shamshirni o'g'irlab kelgan. Lekin unda qilmamiş yigit, u yana shunda qilib deb otma chiqargan. Sen menga fan ustozdek undaq munavvar bo'lamaysan. Shamshirni tez qaytirib ber. Numar o'rnash vaqti toshdi. Qaytib kel. biz endi qandoq qilamiz? Tez berib mushuk yigitga yordam qilaylik. Taqdoshsiz mushuk safrishi. Qarg'anda hozir sizlarga uxlash kiyimlik bovoqlarning vaqti emas ekan. Mushuk yigit achchiqlanishdan ishtimik foydasi yo'q. Qarg'ana, sen fan ustozdek tamkin bo'lishing kerak. Endi men ochiqlanma demanglar. Ochiqlangan kez ochiqlanmayverman. Men berib shamshirni qaytirib kelay. Sizlar niqoplang'uchilarga taqab o'tirsanglar bo'ldi. Tündün niqoplang'uchi. Nima? Mushuk yigitning bizga ochiqlanganiga ishonmayapman. Shu emasmi? Mayli qachali bo'lsin, fan ustoz sendan ko'p yaxshi. Shundaqmi? Amsi sening fan ustozing mushumi? Yo'q. Bizga yordam qil, mushuk yigit. Mushuk yigit yordam qil. Bayağı belakni derhal o'chirib et. Uni chiqilma. U degan meni. Niqoplang'uchilar, uxlash kiyimlik yo'ganmilarni tashlab o'tinglar. Mushuk yigit bizni qutqizib ol. Mushuk yo'qlar qiz, potmuch qolgan. Mushuk yigit bizni qutqizib ol. Hozirlar keyingi suratga tortish nuqtasiga boramiz. Men Tündün niqoplang'uchini qo'g'lash bilan birga birodarlarimni tangli qutqizolmayman. U meni ahmoq qilyotdi. Mushuk yo'qlar qizning degani to'g'ri, ochiqlanganning hech qanday foydasi yo'q. Bo'lib uning bilan patmuch polvonga ochiqlansam bo'lmaydi. Uxlash kiyimlik azmat o'tirib chiqdi. Uning ustiga fan ustozdek ig'ir besiq. Voy, ezib ketibdiman. Birodarlar, men keldim. Bizni qutqizib olgan, o'tirib qolaylik yigit. Bizni qutqizib olgan. Hech qisi yo'q. Tezroq yugursam ne bo'ladi? Darajadan tashqari mushuk surati. Mushuk yigit plan bo'yicha tamkinlik bilan o'z birodarlarini qutqizdi. Azirmanglar birodarlar, mushuk yigit qaytib keldi. U hozir fan ustozga o'xshash tamkin ham ig'ir besiq. Darajadan tashqari mushuk surati. Oxirgi bekatga keldik, suyimlik yo'lovchilar. Bu to'liq xatarli ish bo'ldi. Bizni qutqizganingga rahmat. Arzimaydi. Men yana sizlarga ochiqlanganimdan to'liq xijilman. Faqat yaxshi qilmabman. Hech yo'q. Haqiqiy mushuk yigit qaytib keldi. Rahmat birodarlar. Hozir mening bir amalim bor. Agar tunda niqoplang'uchi bilan niqoplang'uchilar ochiqlansa, cho'qim qalaymi qilishib ketadi. Boshlaylik uxlash kiyimlik azmatlar. Tarixdan bu yangi eng qo'lis niqoplang'uchilar programmasiga kelganlarni qarshi olamiz. O'zingizning nimani ko'rdiganligingizga ishonmaylik. Oyoqlashda tunda niqoplang'uchi
qaplanğıcı av şemşerini tapşırıp ver. Sendek aslatacak ha? Şemşer kulüpli buludu iken sizler uklaş giyimlik azmatlarga hiç qandaq fursat yok. Oh, şemşerini qılaptın çıqamartın ne qaplanğıcı. Faqat fan ustazni şunda qılalaydı. Bo'lmaydi. O'zingni tutib olmish yigit. Hey, niqoblanuvchilar, sizlar nima ish şemşerni o'ynab boqmaysizlar? Balkim ancha munavvar bo'lmasa kerak. Bu şemşer bakmi qalbingiz to'g'rimi tunda niqoblanuvchi? Nima? Yo'q, hargiz undaq emas. Buni men sizlardan oblanroq shiltalayman. Yo'q, to'xtanglar. Voy, to'xtanglar. Ustimdan tushib ketinglar. Yo'q, mening şemşerim. Bo'ldi, ularni tatmagan. Programmani cho'lpini deganman. Bo'ldi, vaqirashmanglar. Bo'ldi qilinglar. Sizlar meni teriktirib saran qilay dedinglar. Yaxshi qildinglar, birodarlar. Uxlash kiyimlik azmatlar. Birlikda tantana qilaylik. Biz qilamiz. Qizaldik dunyoni. Fan ustozning programmasi chiqdimi, yo'q ko'rib baqaylik. Qaytib kelganinglarni qarshi olaman, qo'lg'uchilarim. Shamshirimni tepib bergan do'stimizga alayda rahmat aytaman. Uning kim bo'lishi muhim emas. Sen hozirgacha yaxshi o'rganmabsan. Biroq ochiqlanma. Shundaq, mag'lub bo'lganda ochiqlanishning hojati yo'q. Ansirmanglar, men o'rganib bo'g'ichi mashq qilaman. Voy!